Genzayoyni ailada men mush usuluncha qilsanglar sirt degan genzayoy tetimasli bo'ldi ekan. Hamsa yurak yo'ltuzini jalliq besanglar qilich usulimi nayt oddiy bo'lib, birli qatim ko'rsangiz chuqum o'rganalaysiz, hamsa o'rganish boshlaydi ketdi. Avval kilosini 15 yildan setib olgan soyini pokiz adalab ravrs yuvagandan keyin suratdagidek men musholatda chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Ondan beliqni ta'minlantirish uchun nayt inchik sirqib to'g'rab olgan zanjivil, so'mpiyoz, ko'k qizil kavakchindan 10 taldan 5 tal, oz miqdorda oq much, ko'proq miqdorda zira va uvoqlar selib, kaynidan muvofiq miqdorda tuz va bir tal xurozning tuxumini chiqib, oz ustini ravrs to'liq aralashtirib olib, ikki qo'shqa atrofida karaxmal to'kib, yana bir aralashtirib etib, Al-Nurining xamashani Ispaniyani import qilib 100% saf holatda ishlab chiqarilgan zaytun maydini nayt az miqdorda qo'yib, yana aralashtirib olamiz. Beliq ta'minlantirishning vaqtiga kelganda imkoniyatni bericha yarim soatni ko'proq ta'minlantirsak texnik ish bo'ldi. Materiallar bitib qoldi, yamiz qo'rish boshlab ketaylik. Qizg'an ko'proq miqdorda Al-Nurining qichmaydini ko'proq qo'yib, may qizg'anda suratdagidek machuk orqali mana shunday ayrim holda beliqni selib zali qilamiz. Bir taraf qizargandan keyin mana shunday o'rib, yana bir tarafini qizartib, suratdagidek mana musholat kelgandan keyin beliqni suzib olamiz. Oxirida navbat uyimizda kebab testi qo'z bo'lsa, kebab testi qo'zni muvofiq miqdorda chechishimiz. U bo'lmaganda zira yoki uvoqlar selitlar iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi, ta'minot o'zga chiqadi. Mana qarang, jiyanim shunday yoqtirib yeb ketdi. Amsi yuraklarni biz qo'llab qo'ysanglar, kelarsan ko'rishar, xayr xo'sh.